alaykum, hurmatli ustozlar hamda aziz mehmonlar. Bugun maktabimizda savodxonlik bayrami. Kechagina maktabga kelgan jajji bolajonlar bugun savodxon bo'lishdi. Hozir davramizga inobat ustoz Otajon va rahbarlik qilayotgan 1-A sinf o'quvchilarini taklif qilamiz. Kim yurtidan yolg'iz bo'lsa, Köksün kalkandırışanım, bunu dese şamalday kuşkur samanım. Bor bolsam çamanımdır, olsam çafanım. Mangu berdilik menga takdiri azal. Vatan üçün köksün kalkandırışanım, bunu dese şamalday kuşkur samanım. Bor bolsam çamanımdır, olsam jafonim. Mangu berdilik menga takdiri azal. Kim yurtidan yolg'iz bo'lsa mendir ma'nosha. Kim yurtiga sodiq bo'lsa mendir ma'nosha. Kim yurtidan yolg'iz bo'lsa mendir ma'nosha. Kim yurtiga sodiq bo'lsa mendir ma'nosha. İlmu hikmetga to'liq. Ustozning dili ravshan, ustoz makoni yorug'. Unib chiqar albatta ustoz tashlagan urug'. Ustoz qadami qutlug', ustoz otangdan ulug'. Bugungi tadbirimizni ochib berish uchun so'z navbatini maktabimiz direktori, ustozimiz Shohlo ustoz Ro'ziyevaga beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, ota-onalar, qolaversa mehribon ustozjonlar. Avvalambor hammalaringizni kirib kelaturgan yangi yilimiz bilan 2026-yil bilan tabriklayman. Kelayotgan yilimiz hammamiz uchun, hammamizning oilamiz uchun bir omadli, barakatli yillardan biri bo'lsin. 2025 dan navniki orzu qilgan bo'lsak, umid qilgan bo'lsak, amali oshmay qolgan bo'lsak, ana shu orzu, umidlarimiz hammasi kelayotgan yangi yilimizda amalga oshishini tilab qolaman. Qolaversa, bugun bizning maktabimizning hayotida, ustozlarimizning hayotida va ana shu jajji bolajonlarimizning hayotida bir unutilmas voqealardan biri bugun. Nimaga unutilmas deyotirman? Buning sababi hammamiz shu yerda o'tirgan insonlar alifbe bayramida kim qaysi harf bo'lganini hali bugungacha eslaydi, menimcha. Hech kimning yodidan chiqmaydi bu narsa. Shu qatorda ana shu aziz bolajonlarimizning ham hayotimda bugun unutilmas voqealardan biri ekan. Bu bayram bilan hammani, ota-onalarimizni, ustozlarimizni, bu aziz bolajonlarimizni tabriklayman. Sentyabr oyida maktabga kelgan bu bolajonlarimiz hali harfni tanimasadi, qo'lini ruchka ushlab yozishni bilmasadilar, o'qishni bilmasadilar. Lekin qarabsizki, oradan hech qancha vaqt o'tmasdan bular harflarni emas, hattoki so'zlarni bir-birini qo'shib o'qishni o'rgandilar. Buni zamirinda albatta birinchi navbatda ana shu mehribon ustozlarimizni mashaqqatli va tinimsiz mehnatlari yotibdi. Va qolaversa, siz ota-onalarni farzandlaringizga bo'lgan e'tiborlaringiz va bu bolajonlarimizni o'zini ustida ishlashlari va intilishlari yotibdi.
Men sizlardan so'rab qolar edimki, ana shu farzandlarimizga bo'lgan e'tiborlarimiz butun umr shunday bo'lishini. Qachonki biza farzandlarimizga e'tiborli bo'ladigan bo'lsak, ularning o'qishini, tartib intizomini e'tiborli bo'ladigan bo'lsak, farzandlarimizdan biza kutgan natijani olib kelamiz. Men sizlardan shuni so'rab qolgan bo'lar edim va hammalaringizga bugungi bayramda ko'tarinki kayfiyat tilab, bugungi bayram tadbirimizni ochiq deb e'lon qilaman. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, ustozlar, ota-onalar va albatta bugungi bayramning bosh qahramonlari bizning aziz o'quvchilarimiz. Bugun biz hammamiz uchun quvonchli, faxrli, unutilmas kunni siz azizlar bilan birgalikda nishonlashdan mamnunmiz. Bugun bizning kichik o'quvchilarimiz 3 oy davomida har bir harflarni, so'zlarni, gaplarni qanchalik o'rganishganiga guvoh bo'lamiz. Ular endi savodli bo'lishdi. Demak, bayramimizning nomi bir umrda esda qoluvchi. Bugun bizda tantana, bayramimiz to'yg'oz. O'qish, yozish, o'rgandik, quvonchimiz dilga bos. Alifbodan boshlab, ilm degan buyuk yo'l, endi biz ham o'qiymiz, savodimiz kelib ko'r. Biz alifba kitobni o'qib tugatganimizda bizga qaror qilgan alifba
Mening ismim Aziza, men matematika va sportni yaxshi ko'raman. Men Akmal bilan egizaklarmiz. Men qiziquvchan va quvnoq Madinaman. Men esa Jasurman. Men musiqa va hisoblarni tanishni bilaman.
bugün sizler benim faxrımsizlar. 3 ay içinde E harfinden başlap barcha harflarni o'rganib, o'qish, yozish sirlarini egalladingiz. Endi sizlar uchun yangi yo'l, o'qish kitobi dunyosi ochildi. Birgalikda ilm marralarini zabt etamiz aziz bolajonlarim. Derslerimizi güzellikleriniz için sizlerden minnettarım. Bolalar kimler bugün birgalikda o'rgangan harflarimiz bilan birma-bir tanishtirib o'tamiz. O'qish harflariga bo'lmasak, ma'nolardan boshlayveramiz. Qanotlarini yig'ib olgan kapalakning o'zini yelkan bo'lib, kemalada shamollardan o'zaman. Dengizu daryodaman, davlatda dunyodaman, deyman shirin so'z bo'ling, doim ahil do'st bo'ling. Elakda esak, eskidan eshak, eskimanda eskida eng birinchi tiraman, etchilishni bilaman. Egron rahmat, hamkasbingizga kim deb yopishdi, ikkalasi men ko'rmaymiz deb topishdi. Hozir sizdan boshlayman. Gavhar bo'lib yeksayman. Yo'q, yo'laklar, yulduz chiroyli bilan. Ilohga hamdalar, hunar holi harinchak, bormang so'xda, hatto humo kishida. Simyog'acha terakka o'xshab bo'yim uzunroq, igna kabi ingichka, ip kabi sal cho'ziqroq. Sabaning panjasini bir fasl bo'g'ib tezlab, jarabni o'xshagan telefon paydo qoldi. Kitob katta bitaman, kek so'zida bitaman, kakida uchtaman topincha o'zining kimman. Lochindan men yolg'iz laylakda ikkita topdim bu so'zlar, neshtali bor bolalar. Ikkita do'st keldik biz, qo'lni qo'lga berdik biz, qilmasdan kuchimizdan yozildimi degan xat. Bunni yasamoq oson, diqqat bilan qarang, juda yaxshi turayim. Yer shahridek kumalok, chiroyli shaklimga bok. Olma olcha olxo'ri, g'ildirakdek tumalok. Menga uchraysan, agar kiysang babak berzan. Atir palov yeganda, paxta pilla deganda. O va o'ga o'xshashmanda, alif boda bor onim, qara xuddi quyonchadi, mening ham o'z dumim bor. Ramda toshi, uni qandara zaman bir qo'lni belga qo'yib birog'ini tiragan. Rega o'xshab qoling, sen boraga qaragin. Ikki chiziq, ikki harf, ko'p qilmaysan, kuchasan. To'qmoq taraf tundama, taraf tovoq tuzdama. Tanda u ikkita qulf desa bitta, uzun unimni usiz bablasiz. Men borma u qo'lda ham, vafa va vijdonda ham, vatan volida va so'zdan boshlayman. Xilma-xilsiz ayasayman, xalq so'zini boshlayman, hazina xabarda ham, hamir hasantada ham. Borma xatoda, yo'qma hayot xatoda. Ahdi juda ko'p ular, daraxtlarni yig'ibdi, ham ko'rmayotlardan ayri shox-shoxlanaydi. Senga turgan o'rtoq, senga bordir bir so'roq, meni qanday ishlasang, sizga o'xshaydi ozroq. Menga qarasangiz, shaklim oyga o'xshaydi. Otga bezgan qo'ysangiz, ot emas ot bo'ladi. G'ani yozish qiyinmas, biroz e'tibor bering. G harfining qoshiga vergul aksini qo'ying. Siz o'xshashda bilan ko'ring sonligim bilan sahmasasiya so'zlarda ajralmas ular qiysi. Cho'k choynakka chidar boshlarkan e'tibor bering gapida. Boshqa ikki ishlar bitta tovush uchun nimagining jubligi ko'rsatsa dimog'i kichik. Virgulga o'xshar shakli, o va g bor farqi. Aziz mehmonlar, bugun biz kichik ammo muhim g'alabani nishonladik. Savod chiqarish shunday quvonchli bayramlarni har yil o'tkazish biz uchun faxr. Keling, bugungi bolalarimizga olqish aytaylik. Ular ertangi kunimizning nuridir.
Kızlarımız rayhanı anasını erkesi Koynunu ısmarda aylamamsız siz bana Yangi koylak çengizler Dünya verin bana Asal kızım, şeker kızım, damat kızım hani Birke kızım, şirin sözüm, güzel kızım hani Bana bu şikalarınızsız masa kılıp hep koyun Asal kızım bana bitti, dadı koyun Asal kızım, şeker kızım, damat kızım hani Birke kızım, şirin sözüm, güzel kızım hani Kuzuları kuzum çalın, yakınları dolun çalın Yadı diyen kaydınız, artar gider çarçalın Külleginiz çırayı, sizin gelen çırayı Ötseniz siz beni çok, hamurlar çırayı Asal kızım, şeker kızım, damat kızım hanım Erkek kızım, şirin sözüm, güzel kızım hanım Bana müşkeler mısız, Masa kılıp yapmayın, asal kızım bana Dadı koyun Endi navbatni maktabimizning faxriy ustozlaridan bo'lgan Shamrot va Anargul ustozimizga beramiz. Assalomu alaykum aziz ota-onalar, buvijonlar, bobojonlar. Meni nima deyman? Qizlarim, shogirdlarim, Allohga shukr shu kunga yetirganini, shunday qo'shaloq bayramda kelib sizlarni tabriklab turganim. Hammangizni mana shu savodxonlik bayrami bilan, kelayotgan yangi yil bayrami bilan chin qalbimdan tabriklashga ijozat qilgaysizlar. Ben bu yangi yılda aziz ustazcanları hemmələrinizə sağlıq, salametlik dilimən, ailəvi tinçlik dilimən. Şu mənə müdürəmiz, direktorimiz aytsanıdır, bu yılda boşanmağa arzu istekleriniz, yenəki yılda Xudayım koşa olub, bundan ham yaxşı olub boşanışına istekdaşına. Evvelanbar valların asmanımız musaffaq olsun, tinç olsun, yeryüzünde tinçlik hüküm sürsün. Ana şurada arzu isteklerimizin hemmesi boşaladı, her bir xanadanda şundin acayip bayramlar, koşa toylar, hemen ailesine yaraşadı. Ben bir daha görüp durmam, balacanlarını, bu aziz asan işemez bu nərsələr. Rahmet hemmələrinizə vallahi. Şu sünnəti fərzəndlərimizni tərbiyələsənizlər, bunlar əlbəttə gələcək yeni Özbekistanlı bünyadkarları bular. Bu da xalasa, mənə Özbekistanımız, mənə bütün dünyaya yüz tutturgan ekan, mənə şu varislər, mənə şu fərzəndlər gələcəkni mirasdır. Acayip fərzəndləri buladı. Karabski fərzəndlərimiz dünya gezədi. Acayip biznesmenler, acayip işbilarmonlar, tedbirkarlar mana shunday ishlar turibdi. Bizning qo'limizdan ishlarni olib, ko'makdosh bo'ladigan, mana shu mahallamizni gullab yashnatadigan ajoyib farzandlar. Men bu yerda to'planib turibman. Yuzlarimda yoshim bir quvonch yoshlari deydi. Boshqacha emas. Shu yerlarga kelganimga, shu kunga yetganimga Alloh taoloma ming qatla shukr. Xudoga shukr, shu maydonda borib o'qib, hamma tillarni bilsalar, til bilgan el biladi. Rahmat so'zimga berganlarga. Rahmet sizlere köp aktıklarınızı rehber geçsin. Bizim sınıf rehberimiz üstüne gelmekte. Lalesinden tebrik edeyim. Ta
xohladik o'tirin. O'tiradiku. Hasan Birinchi baba, qator, ona haqida chiroyli birinchi qilib qator aytdingiz. tinglar, ikkinchi qator Ona haqida aytib tinglar. Tez o'tirin. Ona haqida O'tirin. qancha aytsak shuncha. Baland ovozda qo'ydi. Onalarimiz biz uchun yashaydi hech qachon, ona o'zi uchun yashamas ekan. Ona farzandini ko'tar ekan. Shuning uchun onalar haqida aytib keladi. Onalarimiz hayot bo'lsalar, umrlari uzoq degan Allohim. O'tgan bo'lsa Alloh joylarini jannati, oxiratlarini obod. Onamning borligi mening baxtimdir. Ba'zida dunyoga sig'may qolaman. Boshim tizzasiga qo'yib olaman, dardlarimdan shunda xalos bo'laman. Onamning borligi mening baxtimdir. Qodir bolam deya erkalab aytar, tabassum qilsa gar armonim ketar. Yonimda sog' omon yurgani yetar. Onamning borligi mening baxtimdir. Ba'zida dunyoga sig'may qolaman. Boshim tizzasiga qo'yib olaman, dardlarimdan shunda xalos bo'laman. Onamning borligi men uchun baxtdir. Men uchun duoda qo'llari har kun. Kech qolsam yo'llari kutadi uxlamay har kun. Baralla baqirib aytishi mumkin. Onamning borligi men uchun baxtdir. Omadim keladi men ish boshlasam. Boshimda tashvish yo'qdir menda kam jannatim, yonimda ko'nglim xotirjam. Onamning borligi mening baxtimdir. Har tola sochlari jonimdan aziz, sog' omon yurganim tillo taxtimdir. Dardlarimga darmon aytgan so'zlari onamning borligi mening baxtimdir. Shu o'zimga berilgan fursatdan foydalanib sizlardan Sağ
Endi so'z navbatini Masharli va Shahsaram ustozga beramiz. Assalomu alaykum. Mana shunday ajoyib bayramni qatnashchilari Evvelen başlap heminizni gel yatırılan yeni yıl bayramınız bilen tebriklemen. Yeni yılda yeni ametler, yeni muvaffakiyetler, yeni zaferler yar olsun. Kalarsa yine bugün inabet ustazını, cedci balacalarını, palapallarını savakkallık bayramı. Yine şu bayramdan bütün ata-analarını, aziz ustazlarını, murabbi ustazlarını, yine şu şagirdlerimizi, 12. mektep kollektivini şu bayram bilen tebrikleyman. Bular katta yigit, katta qiz bo'lsinlar, o'zlari orzu qilgan kasbni egasi bo'lsinlar kelajakda. Bular katta yigit, katta qiz bo'lsinlar, o'zlari orzu qilgan kasbni egasi bo'lsinlar kelajakda. Boshqa nima deyman? Sog'lik olsun, salomatlik olsun, hammangizni yana yatırgan bayramlaringiz qutlug' bo'lsin. Sizlarning ham yangi yil bayramingiz mübarek olsun. A'lochi faqatgina 5 bahoga o'qiydigan o'g'il qizlar bo'lamiz. Va'da beramizmi? Rahmat. Hayot sababını esneter go'yo. Yillar to'ldiradi umr daftarim. Bu yolg'on emas yoki ro'yo. Bu yolg'on emas yoki ro'yo. Yana odimlaydi soat kunlari. Hayot sababını esneter go'yo. Yillar to'ldiradi umr daftarim. Bu yolg'on emas yoki ro'yo. Bu yolg'on emas yoki ro'yo. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar, biz juda solingan qadrdon diyor. Yangi yil baxtli kunlarning davomi, oppoq orzu kabi yog'ayotgan qor. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar, biz juda solingan qadrdon diyor. Yangi yil baxtli kunlarning davomi, oppoq orzu kabi yog'ayotgan qor. Bugun sog'inamiz yorug' so'zlarni, sizga aziz do'stim, aziz yurtdoshim. Shu aziz zaminga fayzlar yog'ilsin, baxtlar tark etmasin yana yo'ldoshim. Tark
ketmasin yana yoshim. Bugun sog'inamiz yorug' so'zlarni, sizga aziz do'stim, aziz yurtdoshim. Shu aziz zaminga fayzlar yog'sin, baxtlar tark etmasin yana yoshim, tark etmasin yana yoshim. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar, biz juda sog'ingan qadrdon diyor. Yangi yil baxtli kunlarning davomi, oppoq olsin kabi yog'ayotgan qor. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar, biz juda sog'ingan qadrdon diyor. Yangi yil baxtli kunlarning davomi, oppoq olsin kabi yog'ayotgan qor. Yangi yil qo'ldan qo'lga tutgan damlar, nigohlarga Endi so'z navbatini birinchi sinf o'quvchisi Madimov Shukronani buvisiga beramiz. Sen mikrofonu ver. Seriye mikrofonu alıyorsun. Medine. Muhlisa. Ota-onalar, ustozlar, mana bugun shu bolajonlarimizni beraman ekan, shu beram. Ular umr uzoq bo'lsin, shu o'qituvchilarning bir o'quvchi bo'lib, ota-onalarga xizmatlaringiz bo'lsin. Elay günə bir tədbir bala, şu balani o'qiyotganda ustozlar söyləyib o'qitmaydi. Həmməyini təbrik edirəm, tazayın bilən. Ota-onalar sizlərə təbrik edirəm. Balacanlarınız bir şu ustazlar deyim, o'qituvchi bo'lib yetishishni tilab qalaman. Hammangni shu bayram bilan tabriklayman. Endi Amin va Shohlo ustoz va Lolaxon ustoz rahbarligida sahna raqsini tomosha qilamiz. İngiliz tilini. Endi navbatni Abdullayev Bilalbek ijrosida ota-ona qo'shig'iga beramiz. Hammangizni davraga taklif qilamiz. Dadajonim menim, onajonim menim, olamda ikiz yeganam menim, dadajonim menim,
yanımda pervanem benim. Biriniz devletim, biriniz cennetim, tükenemezsiz üçün, aydılar rahmetim. Düz üçün her anda, kuvaçta dönükler, 80-90'lı, göçelim gülükler. Dede canım benim, ana canım benim, alemde ikiyiz, yeganım benim. Dede canım benim, ana canım benim, her yanımda pervanem benim. Gececi körü süre, ertede kaybeydi. Kuş fikirlerge hiç dilen gitmeydi. Varım ne bileyim, o da bir keleyim. Siz üçün bir gün şokudan küyleyim. Dede canım benim, ana canım benim, alemde ikiyiz, yeganım benim. Dede canım benim, ana canım benim, her yanımda pervanem benim. Sağolun boyunla, rahmetim körünle, yarahan davranımda, bir oynar külünler. Mehalle kızınız, duana sızınız, siz sabah şükürge, kelde de oğlunuz. Dede canım benim, ana canım benim, alemde ikiyiz, yeganım benim. Dede canım benim, ana canım benim, her yanımda pervanem benim. Dede canım benim, ana canım benim, alemde ikiyiz, yeganım benim. Dede canım benim, ana canım benim, her yanımda pervanem benim. Her yanımda pervanem benim. Şu bilan bize bugünkü tedbirimize yakun yasaymiz. Kamchiliklar bo'lsa, keyingi tadbirlarimizda dolduramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat, vaqtlaringizni ayamaga yig'laringiz uchun rahmat. Hammangizni kirib kelayotgan yangi yil hammamizga omadli yil bo'lib kelgan. Ilohim shu o'quvchilarimizdan neyki arzu umidlarimiz bo'lsa görgeyimiz, gelecekte bir aziz, acayip bir insanlar cemiyetimize gerekli menen yetik berkemal cismanan berkemal evlat bulup yetiştirler. Udayım sizlere şuan rahatini görgeysizler gelecekte. Neyki arzu umidleri olsa erişgeyle, okuşlara girgeyle bize şula bilen 12. san mektepte ustazların bilen birgelikte şulanı, yutuklarını kuanı bilmek hemmemize nasip etti. Yaxşı güller babay, toyla babay öylerinizde, yaxşı güller babay, rahmet diğerleriniz için. Yine ver. Hizmet gösterken ustaz dolayısıyla. Hemme yutuklara girişin. Mektep bitiriciler hem kulayın birgelikten. İlahi. Endi esa tadbirimizni yakunlab berish uchun so'z navbatini Shahlo ustoz Ro'zimovaga bersak, marhamat. Aziz mehmonlar, ustozlar, inan
bir ajoyib bir tadbirni guvohi bo'ldik. Bu tadbirni hammamiz ko'rib o'tiribmiz, o'rtaga kelish, bu bolajonlarga she'rlarni yodlatish, o'yinlarni o'rgatish o'zi emas. Albatta buni teyinda ana shu Inobat ustozimizni, Munira ustozimizning bir mashaqqatli mehnatlari yotibdi. Ustozlar, Inobat aka, Munira, sizlarga o'zim nomimdan, maktab ma'muriyati nomidan katta rahmat aytaman. Ishlaringizga rivoj. Shunday bolajonlarning hali ko'plaganlarini savodxonlik bayramlarini o'tirishi nasib etsin. Ana shu endi bu ham sizning farzandlaringiz, sizlarning farzandlaringiz, ana shu farzandlaringizni erishgan muvaffaqiyatlarini ko'rib, quvonib yurish sizlarga nasib etsin. İşlaringizga omad, kuch-quvvat tilayman. Qolaversa, ota-onalarga guvoh bo'ldik. Bolajonlarimiz hammasi ajoyib she'rlarni aytib turibdilar, o'yinlarni o'ynab turibdilar. Men o'ylayman, ota-ona uchun farzandini yutuqdan boshqa bir xursandchilik bo'lmasa kerak. Ana shu bu sizlarning farzandlaringizning hayotidagi hali eng birinchi yutuqlaridan biri hisoblanadi. Bularni ana shu harf tanishi, so'zlarni o'qib bilishi, she'rlarni yodlashi, ana shu alifbe kitobni o'qib o'rganishi bularning hayotidagi muvaffaqiyatlaridan biri. Shunday muvaffaqiyatlarini ko'plarini ko'rish ota-onalarimizga nasib etsin. Va bugungi tadbirimizni yopiq deb e'lon qilaman. Hammalaringizga kelganingiz uchun katta rahmat. Endi esa davramizga Qorboboni taklif qilsak. Keling bolalar, birgalikda 3 marta Qorbobo deb chaqiramiz. Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Sizlarning oldingizga uzoq mamlakatlardan keldim. Sizlarga sovg'alar olib keldim. Hammangizni Yangi yil bayrami bilan tabriklayman. Baba kalk arkadaş, erçeminizi yıkılır. Keladır şu tapta, harun sabah bak tapta. Gaz, soras, ak ayıkçı, altın melik ayıkçı. Erçemizge bir karangül açıldı renkleri. Дед Мороз, дед кам, елочку принес, она не фонарики, золотые шарики. Дед Мороз, он подарки нам принес, вафли ароматные и конфеты яркие. Qorbobamiz kelyapti. Keling Qorbobo, sovg'alarni boy o'ynaydik ko'rparchalar, bezatib archalar, deka bilan birga yashin yasalar yerga. Yangi ortu yangi shon, tilaklarimiz jahonga boqib, amon kulib bizga yangi yil. Katta archa tagida o'tiradi Qorbobo, bizga yangi yilni keltiradi. Qorbobamiz kelyapti, keling Qorbobo, davramizga marhabo. All the things we go, acting all the way. God's spirit's fine. The fun is to run and sing the same song tonight.
I take the ride and sing the steady bride. The sun by my side, the horse was leading right. The sun sing his right. Ride into a dream to make a way back inside. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse sleigh. In a comet, in a boy, in a dozen, in a toy. In a comet, in a boy, in a dozen, in a toy. Göz aldımla mucize, göz aldımla mucize. Ne bana bu, ne bana bu, ne de yalnız şu Ağlay, 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 ağlay. Ağlay, 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 ağlay. Alpaçınlarla daim, kızlarınla kaim. Alpaçınlarla